Erining qarzi bor va erining qarzini uzish uchun nima qilsam bo'ladi degan savolni beryapti-da, duo qilish kerak. Duo qil, turmush o'rtog'ing uchun xayrlisini so'ra, turmush o'rtog'ingni doim yonida turib uni qo'llab-quvvatla va o'zing ham ishon shu qarz uzilishiga. Ishon. Boshqa hech narsa qilma. Chunki ko'p paytda ayollar o'zi ishonmaydi-da, turmush o'rtog'ini qo'ldan kelmaydi. Katta qarz bo'lib ketgan, baribir yopa olmaydi, u eplamaydi deb o'zi turmush o'rtog'ini kichkina qilib qo'ygan ichida. Tabiiyki bunaqa kichkina erkak bilan yotadi, bunaqa kichkina erkak bilan bitta dasturxon atrofida o'tiradi. Qo'lidan hamma ish keladigan qudratli erkak emas, balki bir bechora shichqa erkak bilan oldida yashab yuradi. Nima keragi bor o'zini aldab? Yo ichingdan o'sha erkakni o'stir, ichingga to'xtab tur. Bu erim hali shunaqa ishlar qiladiki, buni qo'ldan hamma narsa keladi. Shuncha erkak qilayotgan ishni bu ham qiladi. Men bunga ishonaman deb o'zing ichingda o'sha erkakni kattalashtir, ya'ni o'stir va u katta qudratli bo'lsin. Alloh yordam beryapti unga. Beradi degan ishonch bilan unga munosabat qilsak agar, u qarzini 2 sekundda to'laydi. Hattoki shunaqa bo'lishi mumkin. Mana shu yerda juda muhim moment ayolning erkakka rahm qilmasligi. Erkak sizning rahmingizga muhtoj emas, ayollar. U o'zining muammosini ham, boshqasini ham hal qila oladigan darajada qurbi yetadigan, ongi bor, farosati joyida bo'lgan, Xudo yonida uni qo'llab-quvvatlaydigan inson va u eplaydi.